Va nihoyat mana silosimizni bosib oldik. Xudo xolasa 2 qavat, 1 qavat kilyonka, yangi kilyonkani bosib, turpoqlarni tashab, yana ustidan повтор o'tgangi kilyonkalarni bosib, mana turpoqlab chiqdik. Xudo xolasa yana iyulgacha 25 tonna silos yetadi. O'zi ham 25 metr plyonka ketdi. Mana. Xudo xolasa. Qishga tayyormiz. Yana bir 2 mashina olib kelsak, mana yerga bosib qo'yamiz. Mana shu joy bo'sh hozircha. Mana shu yerga ham 2 mashina bosib qo'ysak turaveradi. Chuqurimiz yo'q, yer ustiga bosib qo'ya qoldik. Xudo xolasa qishga tayyor. Yozgi silosimizda mana 2,5 qop bor. Xudo xolasa. 25 tonna silos bosdik, xudo xolasa, kamida. Yana bir 5-10 tonna bossak, yana yozgacha yetib olamiz. Shu yoqqacha ko'rganlarga rahmat.